Zvezdochka, ya'ni yulduzcha balzamining siri ochildi. Bu qanday sir ekan deya qiziqyapsizmi? Unda bu video lavhamizni oxirigacha ko'ring. Chunki bu sir siz uchun juda ham foydali bo'lishi aniq. Ayniqsa, ayollarimizda uchraydigan muammolarni bir zumda bartaraf qilishi bilan ham juda ahamiyatli hisoblanadi. Biz doimo terimiz elastik, yosh va tekis ko'rinishga ega bo'lishini xohlaymiz. Ammo tez-tez terimizda nuqsonlarning uchrab turishi hech birimizga sir emas. Ayniqsa, homiladorlik paytlarida birdan semirish yoki birdan ozib ketish natijasida terida qisilishlar kelib chiqadi. Teri qisilgan sohalarda oq, pushti rangli chiziqlar hosil bo'lishi yoki chandiqlar paydo bo'lishi hollari ham kuzatilishi mumkin. Terining bunday ko'rinishga kelishi esa rus tilida steriya deb nomlanadi. Hozir biz sizga qanday qilib uy sharoitida shu steriyalardan qutulish mumkin ekanligini aytib o'tamiz. Odatda biz yulduzcha balzamidan shamollashda, bosh og'rig'ida, gripp kasalliklarini bartaraf qilishda keng foydalanamiz. Yulduzcha balzami tarkibida mentol yog'i, chumoli kislotasi, evkalip yog'i, dolchin, kamfor yog'i, namatak ekstrakti, vazelin va bundan tashqari bir qancha foydali mahsulotlar mavjud bo'lib, balzam terida qon aylanishini yaxshilash, teri tonusini oshirish, zararlangan terini qayta tiklash xususiyatiga ega eng yaxshi vosita hisoblanadi. Teridagi yorilgan chiziqlar, ya'ni steriyalarga bu balzamni qo'llashdan oldin shu sohalarni iste'mol sodasi yoki maydalangan kofe yordamida teringizni tozalashingiz kerak bo'ladi. Undan keyin tozalangan sohalarga yulduzcha balzamidan yupqa qatlam qilib surib chiqishingiz kerak bo'ladi. Eslatma o'rnida shuni aytishimiz joizki, balzamni qalin qilib surtsam, steriyalardan tezda xalos bo'laman deb o'ylasangiz xato qilasiz. Chunki faqat kuygandan qolgan dog'lardagina qalin qilib surtish mumkin. Faqat zvezdochka, ya'ni yulduzcha balzamini ochiq yaralarga, yoriqlarga, ekzemalarga surtish mumkin emas. Bu muolajani qo'llaganingizdan keyin teringizdagi yoriqlar, ya'ni steriyalardan butkul xalos bo'lishga erishasiz. Chunki zvezdochka, ya'ni yulduzcha balzami tarkibidagi bo'lgan foydali mahsulotlar yordamida teringiz nafis, tiniq va yosh ko'rinishga ega bo'ladi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.